Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilarim, kanalimga xush kelibsizlar. Bugun sizlar bilan duxovkadan foydalanmasdan turib tezda tayyor bo'ladigan ajoyib shirinlik tayyorlashni o'rgataman. Bismillahirrohmanirrohim deb ishimizni boshlaymiz. Idishimizga birinchi bo'lib bitta dona tuxum chaqib solamiz. 125 gram qatiq, 100 gram sut, 4 osh qoshiq o'simlik yog'i, 4 osh qoshiq shakar qo'shamiz. 10 gram razlixitel sovuramiz. Agar razlixitel bo'lmasa, chayni sodadan foydalansanglar bo'ladi. Bitta choy qoshiq chayni soda sovurish kerak. Bitta dona limonni siqib suvini ishlatsanglar ham bo'ladi yoki tayyor limon so'klaridan foydalansanglar ham bo'ladi. Bitta osh qoshiqda limon suvi qo'shib yoramiz. Keyin bitta dona limonni postini qirg'ichdan chiqarib turib qo'shib yorasizlar. Hamma mahsulotimizni yaxshilab vinchik yordamida bir xil bo'lguncha aralashtirib tashlashimiz kerak. Bu suv massamizga 400 gram un ishlatamiz. Unni hammasini birdaniga sovurmaymiz. Yarmini solib vinchikda yaxshilab aralashtirib, keyin qolganini solib, qo'limizda yaxshilab mushlab xamir qorib olishimiz kerak. Mana vinchikda yaxshilab aralashtirib, unini yedirib oldik, sindirib oldik. Endi qolgan unimizni ham solib, qo'limizda mushlab, yumshoqqina xamir qorib olishimiz kerak. Mana xamirimiz ham tayyor bo'lib qoldi. Yaxshilab mushlab turib, stolimizga olamiz tayyor bo'lgan xamirimizni. Yana ozgina un sepib, stolda ham yaxshilab mushlab, xamirga ishlov berib yorasizlar. Xamir juda ham yumshoq bo'lgani uchun tindirib o'tirish hojati yo'q. Tez qilib pishirib olamiz. Ertalabki choylarga tayyorlab bersanglar birpasdan so'nggina ajoyib nonushtaga issiqqina yegulik bo'ladi. Unlab turib, jiva yordamida kattaroq qilib ochib olishimiz kerak. Yaxshilab mana shunday qilib katta qilib ochib bo'lganimizdan keyin ustiga xohishga ko'ra shakar sepib oldim. Kemanda apelsinni quritilgan postini maydalab qo'ygandim. Undan ham sepib oldim. Mazasini yana ham yaxshi qiladi. Agar apelsin sedrasi bo'lmasa, limonni postini qirg'ichdan chiqarib, sepib olsanglar ham mazasiga zo'r yana ham yaxshi mazza beradi. Keyin ustidan jiva yordamida bitta yurg'izib yoramiz, yaxshilab yopishtirish uchun. Keyin ikki yo tarafidan buklab videoda ko'rsatilgandek qilib bukib chiqishimiz kerak. 3 marta tepasidan, 3 marta past tarafidan buklab bir xil buklab olamiz. Sana buklanglar, buklayotganinglarda. Mana ustma-ust qo'yib olamiz hammasini. Tayyor bo'lgan xamirimizni qo'limizda ozgina bosib, jiva yordamida yana yaxshilab tekislab olishimiz kerak. Bir-biriga yana ham yopishadi shunda. Aziz kuzatuvchilarim, kanalimda yangi bo'lsanglar, obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Videolarga bittadan like bosib qo'ysanglar, hammanglardan minnatdor bo'lardim. Shunchalik mehnatimni qadrlayotganingiz uchun hammanglarga kattakon rahmat. Tayyor bo'lgan xamirimizni pichoq yordamida 3 burchak shakl berib, bo'laklarga bo'lib chiqamiz. Boshida ozginagina xamirni kesib olib qo'ydim, chiroyli chiqishi uchun. Hammasini shu ketma-ketlikda 3 burchak qilib kesib tayyorlab olasizlar. Juda ham oson, tezda tayyor bo'ladi. Mana hammasini kesib tayyorlab oldik. Qaranglar ko'rinishini, juda ham chiroyli chiqadi. Ozgina qo'limizda bosib turib, tovamizga yog' solib, pastroq olovda pishirib olishimiz kerak. Chunki xamirimiz tayyorlab olgan shirinligimiz qalinroq. Agar ballon olovda pishirib qo'ysanglar, ichlari pishmay qoladi. Shuning uchun pastroq olovda pishirib olishimiz kerak. O'zi qaranglar birpasda mana ko'tarilib, juda ham chiroyli ko'rinishda chiqadi. Ranglari ham juda chiroyli bo'ladi. O'girib oldi orqalarini chiroyli qilib qizartirib olamiz. Yon taraflarini ham o'girib qizartirishimiz kerak.
Yonlari bilan shunda juda ham yaxshi pishadi ichlari bilan. Mana yonlarini ham o'girib, rangi kirg'izib pishirib olasizlar. 4 tarafini chiroyli qilib pishirib olinglar. Tayyor bo'lgan shirinligimizni idishimizga ko'tarib olamiz. Yog'ini yaxshilab silkitib turib, idishlarga olib olinglar. Shu ketma-ketlikda qolgan xamirlarimizni ham chiroyli qilib qizartirib pishirib olishimiz kerak. Aytib o'tganimdek, baland olov qilib qo'ymanglar. Pastroq olovda pishiringlar. Shunda ichlari bilan juda ham yaxshi bo'lib pishib chiqadi. Mana hammasini yog'ini yaxshilab silkitib oldik. Qaranglar, ko'rinishini juda ham chiroyli bo'lib chiqadi. Ustiga xohishga ko'ra saxarni pudralar sepsanglar, mazasini yana ham shirali qiladi. Ko'rib turibsizlar, juda ham pishni do'mboqqina bo'lib chiroyli bo'lib chiqqan. Ertalabki nonushtalarga tayyorlab bersanglar, bolajoninglar mazza qilib yeb oladi. Ichlarini ham ko'rsataman, ichlari bilan ham yaxshi pishgan. Mana qaranglar, ichlari bilan yana apelsinni mazalari, limon mazalari kelib, shirinliklarni yana ham shirali qiladi. Aziz kuzatuvchilarim, videolarim yoqayotgan bo'lsa, like bosishni unutmanglar. Sog' salomat bo'linglar. Yaqinlaringlar uchun o'zinglarni asranglar.